Bugun yurtimiz bank kredit sohasi zamon bilan hamnafas qadam tashlamoqda. Fuqarolar banklardan turli ko'rinishdagi kreditlarni o'z ehtiyojlariga ko'ra rasmiylashtirib olishlari mumkin. Hattoki bir necha daqiqa ichida fuqaroning masofadan turib shaxsini tasdiqlashi orqali o'zi istagan summani kreditga olishi ta'minlangan. Kiber jinoyat yoki onlayn firibgarlardan himoyalanish maqsadida maxsus texnologik choralar ham ko'rilgan. Bularning hammasi albatta yaxshi. Ayniqsa kredit madaniyati yuqori bo'lgan shaxslar bunday imkoniyatdan samarali foydalanmoqdalar. Ammo so'nggi paytlarda bankdan kredit rasmiylashtirishda ayrim shaxslar tomonidan firibgarlik jinoyatiga qo'l urilmoqda. Ular o'zlariga yaqin bo'lgan insonlarning ishonchiga kirib, ularning nomiga bankdan katta miqdorda qarzga pul olmoqdalar. Bu yaqin insonlar aslida kimlar? Firibgarlik holatlari sinfdoshlar, kursdoshlar, qo'shnilar, hamkasblar, do'stlar, rahbar va xodimlar, hattoki qaynona kelin o'rtasida ham sodir etilmoqda. Demak, bu kabi qo'shtirnoq ostidagi yaqin insonlar aytaylik sizga murojaat qilib, bankdan nomingizga kredit olishni taklif qilsa, menga pul olib bersang, oylik to'lovini o'zim to'layman, imzo chekib bersang bo'ldi deb iltimos qilsa, aslo rozi bo'lmang. Yaqin tanishim, qo'shnim yoki qadrdon sinfdoshim-ku deb ishonmang, yuz xotir qilmang. Shartnomaga imzo chekishdan oldin o'ylab ko'ring. Keyin kech bo'lmasin. Shu o'rinda bir muhim jihatni eslatib o'tamiz. Unutmang, o'z xohishingizga ko'ra bank bilan tuzilgan shartnomalar qonuniy kuchga ega bo'lib, har bir chekilgan imzo uchun javobgarlik bor. Bank kredit summasini shartnomada ko'rsatilgan shaxsdan talab qiladi va bu qonuniydir. Hurmatli fuqarolar, ogoh bo'ling. Siz hech qachon shubha qilmaydigan ishonchingizdagi odam aslida firibgar bo'lishi mumkin.